Tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish, ularga malaka toifalari olishda qanday hujjatlar ilova qilinadi? Tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish va malaka toifasini berish bo'yicha so'rovnomaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi. Mutaxassisligi bo'yicha malaka oshirganligini tasdiqlovchi sertifikat nusxasi, ma'lumotni tasdiqlovchi diplom, ilmiy seminarlar, konferensiyalar va xorijiy davlatda malaka oshirganligini tasdiqlovchi hujjatning nusxalari ilova qilinadi. Agar talabgor birinchi yoki oliy malaka toifasini olish bo'yicha murojaat etsa, avval olgan malaka toifasini tasdiqlovchi sertifikat ham ilova qilinadi. Talabgorga malaka toifasini berish bo'yicha attestatsiya 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich onlayn test sinovi. Ikkinchi bosqich mutaxassisligi bo'yicha tabaqalashtirilgan savollardan iborat suhbat jarayoni. Attestatsiyadan muvaffaqiyatli o'tgan talabgorlarga malaka toifasini berish bo'yicha sertifikat taqdim etiladi. Sertifikatning amal qilish muddati 5 yil.